Dunyo suvning chuqurligida hosil bo'lgan pufakdan boshlangan. Pufakmi? Ha. Tasavvur qil, chuqurlik o'tmish va u yuqoriga, kelajakka intiladi. Ko'tarilgan sari pufak kattalashadi va ko'p o'tmay bo'linadi. Va biz o'sha bo'lingan pufaklarning birida yashaymiz. Va bizga ko'rinmaydigan boshqa pufaklarni biz parallel dunyolar deb ataymiz. Parallel dunyomi? Turli xil tanlovlar qilgan dunyolar. To'g'ri, bizga yaqin bo'lgan parallel dunyolar biznikidan farq qilmaydi. Faqatgina farq nonushta uchun nonda va guruchda bo'lishi mumkin. Shuning uchun o'zing bilmasdan parallel dunyoga siljishing mumkin. Parallel siljish? Boshqacha aytganda parallel dunyoga o'tish. Siz bora olasizmi? Faqat xayoliy. Ya'ni faqat onging. Bilasanmi, avval qidirgan joyingda yo'qolgan narsalaring paydo bo'lib qolishi mumkin. Buni unutish yoki noto'g'ri eslab qolish deb o'ylaymiz. Bu esa parallel siljish tufaylidir. Buni sen o'zing sezmaysan. Parallel olamlarni o'rganadigan fan minemologiya deb ataladi va biz uni shu yerda o'rganmoqdamiz. Ha. Xo'sh, parallel dunyolar ko'pmi? Xuddi shunaqa. Mumkin bo'lgan yechimlar juda ham ko'p. Endi ketishimiz kerak. Aks holda onang och qoladi. Ana. Kechir. Biz hozir boryapmiz. Ha, uchrashuv mumkin edi. Tushundim. Yaxshi. Ha, keyinroq gaplashamiz. Yuno vafot etibdi. Ha? Sayrga chiqqan payti yo'lga chiqib ketibdi va mashina uni urib ketgan. Men birinchi marta 7 yoshimda muhim qarorni qabul qildim. Seni sevgan yagona inson. Yaxshi, suratga olayman. Qani, tabassum qilinglar. To'xta! Ho, ehtiyot bo'ling. Kechirasiz. Shoshmasang-chi. Men tug'ilganimda bobom Yunoni olgan edi. Koyomi. Bobojon. Kelganing uchun rahmat. Yuno. Koyomi mehmonga keldi. Meni kechir, Yuno. Men seni qutqara olmadim. Kechir. Minemologiya tadqiqot instituti. Nima bo'ldi?
yig'layapsanmi? Yig'lamayapman. Ha, yig'layapsan. Yig'lamayapman dedim. Endi aniq yig'layapsan. Jim bo'l. Yununi sog'indim. Yuno kim? Mening bobomning iti. Uni boshqa ko'ra olmaysanmi? Ko'rolmayman. Chunki u hozir o'lgan. Ha? Yuno hozir o'lgan. Endi hech qachon uni ko'rolmayman. Hey, men bilan yur. Hoy, qayerga ketyapmiz? Bo'lmasam onam payqab qoladi. Onang ham shu yerda ishlaydimi? Albatta, bo'lmasam bu yerga qanday kira olardim? Tushunarli. Oo, bu nima? Bu IP kapsulasi. Agar unga kirsang, parallel olamga o'tishing mumkin. Parallel olamga? Turli xil tanlovlar qilgan boshqa dunyolar. Ular bir-biridan keskin farq qiladi. Guruch to'pi va olxo'ra bir xil bo'lmagandek. Sen Yuno tirik bo'lgan dunyoga borishing mumkin. Hozir yapaman. Shoshma. Bundan keyin nima qilaman? Istaganing, Yunoni ko'rish haqida o'yla. O'ylash? Onam ishonch muhim ekanligi haqida aytganda. Onamning aytishicha, u dunyo faqatgina ishonadiganlarga ko'rinar ekan. Yaxshi. U rostdan ham buni boshqarishni biladimi? Buni sinab ko'rsam bo'ladi shekilli. Yunoni ko'rmoqchiman. Yunoni ko'rmoqchiman. Yunoni. 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 Qayerdaman? Yuno. Yuno! 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 Bu haqiqatan ham sensan. Hoy, buni bas qil. Hoy, Yuno, qayerga ketyapsan? Yuno, sekinlash. Uydaman, shunday deyishim kerak-a? Kechir. Qaytganing bilan kiyimlaringni xonangga qo'ydim. Borib almashtir. Tez orada boshlanadi. Nima boshlanadi? Shoday kun, to'g'rimi? Ha, ancha vaqtdan beri ko'rishmadik. Koyumi. Bobojon. Xo'sh, ertagacha ko'rishguncha, Mayumi-chan. Kattakon rahmat. Kichkina Kuyomi bobosi uchun juda ham ko'p yig'ladi. Yasuto-san rostdan ham juda ham yaxshi bobo edi. Ha. Yuno.
Koyomi, uxlash vaqti keldi. Ertaga ham ko'p odam keladi. Onajon, siz bilan uxlasam bo'ladimi? Og'riyapti. Bu? O, turdingmi, Koyomi? Bobojon, tirikmisiz? Yo'q, xudoyim. Bu yana qanday gap bo'ldi? Demak, men qaytib keldim. Nima bo'ldi? Hech narsa. Onam qayerda? U ishga ketgan edi. Tushunarli. Kecha biz bilan qolganingdan juda ham xursand bo'ldim. Bobojon. Uzoq yashang, maylimi? Senga nima bo'ldi? Xavotir olma. Hali nargi dunyoga ketishga shoshilmayman. Men haliga shunchaki sizni yana ko'rishga kelaman. Keyin quyoncha, iltimos, yana olov yoqing debdi. Bo'ri quyonni aytganini qilib, olov yoqibdi. Yo'q, Qaytib keldingmi? sening ishlaring bilan. Meni kechir. Men shunchaki parallel shiftni istardim. Men ota-onam ajrashmagan parallel olamga borishni istayman. Lekin menga epi kapsulasini boshqarish uchun seni yordaming kerak. Tushunarli. Shuning uchun meni xohishimni bajarding. Ammo men yana qaytish haqida o'ylamagandim. Uzr so'rayman. Mayli, hammasi joyida. Men Yuno bilan ko'rishdim. Qiloldingmi? Ha, qiloldim. Tushunarli. Xursandman. Lekin bitta narsani tushunmadim. Nima haqida? Tirik va o'lik o'rtasida nima farq bor? Biron narsada jon borligi yoki yo'qligi bu shunchaki emasmi? Ya'ni ha, lekin baribir men tirik ko'rgan Yuno yumshoq va issiq edi. Ammo uning qabri esa sovuq va sokin edi. Va bobom bilan esa Balki bu hayotga ega bo'lishdir. Agar ular tirik bo'lsa, ular issiq bo'lishadi va sen bilan o'ynashi mumkin. Ammo ular o'lgan bo'lsa, ular sovuq bo'lishadi va bu ularning dunyosi tugaganligini anglatadi. Yana ularning imkoniyatlari tugaydimi? to'g'ri, imkoniyatlar. Yunoniyliqligi bu imkoniyatning siqligidir. Bir tomonda tirik bo'lish, ikkinchi tomonda esa o'lik. Menimcha bu ikkisi o'rtasidagi iliqlik bu hayot. Sen shunchaki dahosan. Yo'q, unday emasman. Xo'sh, unda sening navbating. Ha? Onang va otang ajrashmaydigan imkoniyatga qaytaylik. Xo'y, bularni qanday ishga tushirding? Faqatgina dastakni so'r. A? Istagan narsangni shunchaki bos. Xo'sh, bu degani parallel sijishni men ham qila olarkanman-da. Mayli, sinab ko'ramiz. Yaxshi, yopyapman. Faqat yaxshi narsalar haqida o'yla, mayonez va orkinos haqida unut. Och qolganingda yuzing shunaqa bo'ladi. Endi tushunarli. Siz ikkingiz nima qilmoqchisiz? Haligi... Oyi, Demak, uning bu yerning direktorimi? ha. Boshqacha qilib aytganda, bu dunyo makro pufakcha, biz esa mikro pufakchamiz.
Onam berilib Parallel ketsa, siljish bu uni to'xtatib mikrokurbachalarni bo'lmaydi. joy almashish hodisasidir. U xuddi senga o'xshaydi. Ota va o'g'il kabi. Men shunchaki do'st emasman. Meni ismim bilan chaqir. Haligi Shiori. Sato Shiori. mening ismim Hidaka Koyomi. Tanishganimdan xursandman, Koyomi. Men ham.8月の喧騒と干からびた僕たち暑さも忘れて走る誰にも止められないあどけない横顔と滲む夏の汗張り付く髪の毛とセミの声がうっとうしくて愛しくて夏の空に溺れそうなほど僕らは青すぎてでもまだ幼くていいよね世界が縮まって二人の居場所がなくなるとくっついてもっと近くにいたいと思うよ大げさだって笑いながら赤くなるか太陽のせいかな秘密で Men kimgadir yordam bermoqchiman. Odamlarga yordam berish. Kel yordamga muhtoj odamlarni topamiz. Mayli, lekin nega birdaniga? Bilasanmi? Yozgi ta'til ertaga boshlanadi. Bu javob emas. Koyomi-kun, odamlarga yordam berishni yomon ko'rasanmi? Yo'q. Aytmoqchimanki, yordam kerak bo'lsa, albatta yordam beraman. Aniqmi? Demak, kimnidir topishimiz kerak. Ha. アスファルトの熱に溶けそう自転車のサドル熱くなってる Bugun biz hech kimni topmadik. To'g'ri. Lekin hech kimga yordam kerakmasligi yaxshi, to'g'rimi? Bu to'g'ri. Eshit. Nega boshqalarga yordam bermoqchisan? Men otamni ko'rdim. Ajralishdan keyin birinchi marta. Otam meni juda yaxshi ko'rishini aytdi. Va u kutmasdan boshqalarga yordam bera oladigan odam ekanligi haqida aytdi. Shuning uchun buni taklif qildingmi? Ha, Unday bo'lsa, agar muammoga duch kelsam, menga yordam ber. Nima? Men senga mos kelmaymanmi? aytmoqchimanki, agar sen bo'lsang, meni ismim muhim emas deb ayta olmayman, shundaymi? A? Mukofot kutmasdan yordam berish shunday bo'lishi kerak, to'g'rimi? Tanimagan odamingga yordam berasan, ular ismingni so'rashadi, sen esa javob berasan. Meni ismim muhim emas, men alohida odam emasman. Agar bunday demasang, bu ishlamaydi. Bilasanmi? Ba'zan juda ham ahmoq bo'lib ketasan. A? Qanaqasiga? Qanaqasiga dedim? 冷たくなってくその時まで Kechasi bu yer juda ham go'zal ko'rinadi. Shundaymi? U yerda zavodni ham ko'rishing mumkin. Lekin u biroz uzoqda. Kel o'zimiz ko'ramiz. Yozgi ta'til tugashidan oldin yetib kelamiz. Nega boshqa safar? Chunki hozir biroz och qoldim. Menda ham.
Har kuni ham odamlarga yordam berish oson emas. Rostdanmi? Koyomi, muhim suhbatimiz bor. 11da institutga kel. Xayoliy fan borliq haqida faraz qilish bilan boshlanadi. Xayoliy makon konseptual deb ataladi. Dunyo jismoniy makon va xayoliy makonni bir-biriga mos kelish natijasida paydo bo'ladi. Bu xayoliy fanning asosiy g'oyasi. Elementlar jismoniy zarrachalardan tashkil topgan. Xayoliy makon esa elementlardan. Sen ham shu yerdamisan? Onam shu yerda o'tirishimni aytdi. Xayoliy elementlar hali kuzatilmagan. Ha, ammo bir qancha isbotlovchi dalillar mavjud. Ular xuddi naqsh shakliga o'xshaydi. Buni biz naqsh deb ataymiz. Xayoliy elementlarni chop etish. Qisqasi IP. Hozirda direktor o'rinbosari Hidaka IPlarni raqamli ravishda ifodalash harakatini markazida. Kenglik nuqtai nazaridan biz buni tushunamiz. Bundan keyin ham. Agar IPdagi farqni hisoblay olsak, ma'lum bir parallel dunyoni topa olamiz. Bizning dunyomiz 0 nuqtasi va raqam qanchalik yuqori bo'lsa, parallel dunyo shunchalik uzoqda bo'ladi. Xuddi shunday. Menga yoqdi. Savol: agar kerakli dunyoni aniqlasak, unga parallel ravishda bora olamizmi? Bu kelajakdagi imkoniyatdir. Ayni paytda tadqiqot ataylab parallel shrift keltirib chiqarish ustida ishlamoqda. Ammo IP kapsulasining yakuniy maqsadi belgilangan dunyolarga parallel o'tishdir. Ixtiyoriy o'zgarish kabi. Bundan tashqari, xayoliy elementlar o'zgarish vaqtini keltirib chiqaradi. Vaqt o'zgarishiga sabab bo'lmaydi. O'zini o'zgartirish vaqt oladi. Bu shunga o'xshaydi. Savol: men buni eshitishdan shikoyat qilmayman, lekin meni shu mavzu uchun chaqirdinglarmi? To'g'ri. Bu muhim narsami? Rostini aytsam, direktor Satov va haligi men anavi Biz turmush qurish haqida o'ylayapmiz. gapiradigan gapim yo'q. Ha, Buni bilarmiding? yo'q, bilmasdim. Ular oldin kollejda birga o'qishgan. Men ham buni eshitgandim. Seni otang, meni otam bo'ladi. Bu meni bezovta qilmaydi. Lekin Direktor, mening onam bo'lsa qarshiligim yo'q, lekin men bilasanmi nima? Men shunchaki men buni bir kuni tasavvur qildim. Men senga turmushga chiqmoqchi edim, Koyomikon. Lekin agar biz aka-uka bo'lib qolsak, nikoh haqida gap bo'lishi mumkin emas. Shiori. Kel qochib ketamiz. Qayerga boramiz? Bu men uchun muhim emas. Sen bilan bo'lsam, hammasi yaxshi bo'ladi. Va qancha muddatga? 1 hafta yoki 1 oymi? 1 yilmi yoki 10 yilmi? Agar shunday bo'lsa, men uy sotib olmoqchiman. Va uni jihozlar bilan to'ldiramiz. Turli mebellar. Bizda hovli ham bo'ladi. Va keyin it ham boqib olamiz. Yoqimtoy, katta va paxmoq. Unda biz tezroq katta bo'laylik. Va bir kun kelib turmush quramiz. Ammo o'sha kungacha Qayerga borsak bo'ladi.
Bu befoyda, shunday emasmi? Yo'q. Katta bo'lishini kutolmayman. Nega birdan? Agar qorong'uda qolib ketsak, muammoga duch kelamiz. Agar katta bo'lganimizda bunday yurmas edik. Xuddi sen aytgandek, Koyomikon. Bu juda chiroyli. Bir tush ko'rdim. Tush? Kelajakdagi o'zim hozirgi o'zim bilan uchrashdi. Va bilasanmi? Kelajakdagi o'zim aytdiki, hattoki balog'at yoshda ham, kampir bo'lsam ham sen bilan bo'lar ekanman. Tushunarli. Lekin keksa odam bo'lganingda qarab, meni unutib qo'yar ekansan. Undan keyin men senga yordam beraman. Va o'shanda aytaman, men o'ziga xos odam emasman. Menimcha, sen mendan oldin qarib ketasan. Xo'sh, agar shunday bo'lsa, menga yordam berasanmi? Albatta, Rostdanmi? va'da beraman. Agar muammoga duch kelsang, albatta yordamga kelaman. Qaniyda hammasi shunday hal bo'lsa. Bu aniq. Shubhasiz sen tushingda qandaydir parallel olamda paydo bo'lgansan. Ammo keyin u kampir bo'lmaydi-ya. Topdim. A? Nimani? Qayerga borish mumkinligini bilaman. Qayerga? Parallel dunyoga. Ota-onalarimiz ajrashmagan dunyo bo'lishi kerak. To'g'ri. U dunyoda dadam bilan direktor turmush qurishmaydilar. Va biz aka-uka bo'lmaymiz. Qani ketdik. Shiori. Ha, Parallel dunyoga o'tgach, qayerda uchrashamiz? bu manzarali joy haqida-chi? Tushundim. Nima? Bu joy tur shuning uchun. Ha. Ammo orqaga qaraysan deb o'yladim. Hozir Hammasi yaxshi. Bunday qilma. Shunday qol. yaxshi. Endi orzu qilamiz-a? Ha. Yoshligimizda men Yunoni ko'rishni istagandim. Demak, Koyomikonga turmushga chiqish haqida o'ylashim kerak-a? To'g'ri. Men esa senga uylanishni o'ylayman. Koyomikon. Parallel olamda men bilan turmush qur. Ha. Parallel dunyoda turmush quramiz. Qachongacha buni davom etasan? Buni to'xtat. Sizga aytdim-ku, bu sizning ishingiz emas, bunga aralashmang. Hodisa joyida sening barmoq izing topildi. Buni qanday tushuntirasan? Ona? A? Shiori. Nega bu yerdasiz? A? Bu nima deganing? Ruxsat yo'qmi? Yo, men odam o'z uyida o'tirishi mumkin emasmi?
Uyda? Nima bo'ldi? Siz ikkingiz ajrashmadingiz, ha? Nima? Dadajon. Onajon. Nima bo'ldi? Dadajon. Onajon. Shoshmay tur. Qayerga? Kechiring, shoshayotgandim. Bu ish bu yerda. Shiori bilan uchrashim kerak. Oldiga borishim kerak. Koyomi-kun. Nima bo'ldi? Qaytib keldimmi? Hammasi yaxshi ketayotgandi. Hoy, uyg'on, Shiori. IP kuzatuvchilar aniqligi unchalik katta emas. Biz faqat ma'lumotsiz raqamli ko'rinishga ega bo'la olamiz. Yordam kerakka o'xshaydi. Kollejimizdagi o'sha odamni bilasanmi? Ismi nima edi-ya? Vaka Kidami. Nima bo'ldi? Yo, shunchaki Kimdir meni eshityaptimi? Yordam beringlar. Koyomi? Shiori? Ota. Shiori. Hoy, bu yerda nima qilyapsizlar? Shiori nafas olmayapti. Shiori. Ahvol yaxshimi? Uning yuragi urmoqda. Aniqrog'i, sun'iy ravishda urishda davom etmoqda. U uyg'onmayapti. Uning miyasi o'lim holatida. Bir-biringlarga qanday munosabatda bo'lganinglarni tushunmaganim uchun uzr so'rayman. Ammo siz ikkovingiz ham bitta narsani xato qildinglar. Ikki ota-ona turmush qursa ham, ularning farzandlari ham bir-biriga turmushga chiqishi mumkin. Hech qanday sabab yo'q edi qochib ketishinglarga. Koyomi-kun. Shiori? Meni kechir. Men arvoh bo'lib qoldim. Xayoliy elementlarning bo'linish sindromi? Hozircha Shiorining ahvoliga shunday nom berdim. Bir qarashda bu miya o'limidan farq qilmaydi. Biroq Shiorining miyasi hech qanday zarar ko'rmagan. U shunchaki faoliyatini to'xtatgan. Buni parallel shift bilan bog'liq deb o'ylayman. Davom eting. Koyomini chorrahida Shioridan eshitganlarini kengaytirish. Shiori parallel dunyoda avtohalokatga uchradi va bu yerga qaytishga harakat qildi. Biroq parallel dunyoda uni jasadi vafot etdi. Qaytish uchun uni endi tanasi mavjud emas. Uni xayoliy tanasi barbod bo'ldi. Shu sababdan Shiori tanasiga qayta olmadi va o'sha chorrahida sharpaga aylandi. Tushunarli. Bu degani parallel sijish o'lim holatiga qo'shilgan. Buning hammasi IP kapsulani biz ishlatganimiz uchun.
Bu baxtsiz hodisa edi. Boshlash uchun sen IP kapsulasi bilan parallel shift qila olmaysan. Bu tugallangan. Lekin Sen ilgari ham parallel shiftdan foydalanganingni aytmoqchisan, shundaymi? Bu katta ehtimol bilan o'zingga bog'liq edi. Senda parallel siljishni osonlashtiradigan xususiyat bo'lishi mumkin. ya'ni men tushunarli. Xayoliy zarralar doim tebranadi. Aytaylik, ampulatsiya belgilangan qiymatdan oshib ketganda parallel siljish sodir bo'ladi. U holda asl amplitudda qanchalik katta bo'lsa, shiftda ham shunchalik oson bo'lishi mumkin. Agar amplitudni boshqarishga muvaffaq bo'lsak-chi? Bunday ixtiyoriy shift ham bo'lishi mumkin. Agar Shiorida xuddi shunday xususiyat bor bo'lsa-chi? Balki shu sabab faqat Kuyomi Shiorini ko'rayotganda yordam bera olamizmi? Shiorini qutqarish yo'li bormi? Agar biz Koyomini xayoliy elementlarini kuzata olsak, uni boshqargan holda jismoniy materiyaga tanasini bog'laymiz. Shunda u tirik qolishi mumkin. Lekin xayoliy elementlarning mavjudligi nazariy jihatdan oqlanmagan. Unda iltimos, buni meni sinab ko'ringlar. Agar meni o'rganib olsangiz, qanday qilib oson siljishni topishinglar mumkin. Koyomi-kun, Shiori bunday holatga tushishiga men aybdorman. Men ahmoqman. Hech nimani bilmagandim. Shuning uchun Shiori yuqorida aytganimdek, bu baxtsiz hodisa edi. Hammasi shu. menga nima bo'lishi qiziqmas. Shiorini qutqaring. Tinchlan. Hozir qanday tinchlanishim mumkin? Qanday qilib ikkingiz ham bunchalik xotirjamsizlar? Jahliylar chiqib meni ayblashinglar kerak edi. Meni kaltaklab qarg'ashinglar kerak edi. O'z qizingizga shunday bo'lganda sizga ta'sir qilmayaptimi? Koyomi, Hammasi joyida, Hidaka. Men har doim hammasini boshim bilan o'ylayman. Ota-ona sifatida omadsizman. xuddi men kabi. Kechiringlar. Lekin Shiori uchun nimadir qilishni xohlayman. Iltimos, menga yordam bering. Iltimos. Qila olmayman. Senga ham biron narsa bo'lsa, Men ham iltimos qilaman, Sato. Hidaka-kun, Ota. Biz judayam yomon ota-ona bo'ldik. Shuning uchun hech bo'lmaganda bu safar uning his-tuyg'ularini tushunaylik. haqsan. Lekin birinchi navbatda maktabdagi ishingga ustunlik berishing kerak. Hayotingga beparvo bo'lishingga ruxsat bera olmayman. Kunduzi maktabga borar edim. Undan keyin esa minomologiyani o'rganar edim. Xuddi shu xatoni qayta qilmaslik uchun bor kuchim bilan buni o'rgandim. Natijada testda eng yuqori ballni olishga muvaffaq bo'ldim. Shu vaqt ichida ham men deyarli har kuni Shiorini ko'rishga bordim. Parallel siljish tajribalari tunda o'tkazildi. Shiori voqeasi takrorlanmasligi uchun. Biz o'nlab sinovlarni o'tkazdik. Lekin xayoliy zarrachalarni aniqlash hali ham imkoni yo'q. Lekin bitta narsani bilib oldim. Har bir parallel dunyoda Shiori sharpi edi. Shiori omon qolgan dunyo yo'q edi. Koyomi-kun, Shiori, men parallel dunyodan keldim. shundaymi? Bu dunyoda hozirgi men va avvalgim o'rtasida biror bir farq bormi? Bilmayman. Sen xuddi shunday ko'rinasan. Tushunarli.
Bu yerga kaptar keladi. Kaptar? Ha. Mana bu haykal yonida. U har doim yolg'iz. Yorug'lik o'chgan payt doim o'sha yerda qoladi. Qiziq, u kimni kutyapti ekan? Koyomi-kun, poyezd kelyapti. Yana biroz ishlayman. Shundaymi? Unda qulflash esingdan chiqmasin. Xayr. Tuningiz yaxshi o'tsin. Juda sovuq. Qish sovuq, ammo kechasi undan ham sovuq. Koyomi ortiqcha ishlamayaptimi? Kecha ham uyiga bormagandi. Yoshlarni tinmay mehnat qilishi yaxshi. Mamlakat uchun ham, pensiya yillarimiz uchun ham. Pensiya haqida gapirishdan oldin direktorga uning sog'lig'i haqida gapirib berishimiz kerak. Direktor 2 kun oldin Fukuokaga bordi. Bundan tashqari, uning his-tuyg'ulari haqida o'ylaganimda Yaxshi emas. Diapazon yana cheksiz kengaydi. Har doim bir xil narsalar sodir bo'ladigan har xil dunyolar. Jozibador hodisalar. Qayerdaman? uyg'ondingmi? Koyomi. Koyomi. Ota. Hali ham shu yerdamisiz? Men bilan yur. Qayerga? Direktor men bilan bog'landi. Shiorining yuragi to'xtadi. Koyomi-kun. Kechirasan bir muddat kela olmadim. Yo'q, hammasi yaxshi. Nima yomon narsa bo'ldimi? Yo'q. Shunaqami? Sen boshqa hech qachon ko'ra olmaydigan odam bor, shundaymi?
Koyomi-kun. Hammasi joyida. Hammasi yaxshi bo'ladi. Senda men borman. Men doim yoningda bo'laman. Xo'pmi? Shiori. Nima uchun Shiori? Nima uchun? To'g'ri, o'sha kaptarni eslaysanmi? Nima, tushgacha-mi? Ha, shunchaki dam olmoqchi edim. Sen bilan nima qilsa bo'ladi-ya, Koyomi-kun? Men buni sendan eshitishni xohlamayman. Ha? Nimaga qarayapsan? Kesinchi. Direktor bu yerga keldimi? U Myunxendagi anjumanga borish kerak edi. U hech narsa demadimi? Yordamchi? U chet elda o'qiyotganda Satoning professori uni tavsiya qilgan. Myunxendagimi? Konferensiyada u bilan suhbatlashdim. U doktorlik darajasiga ega ajoyib olim. Lekin menga yordamchi kerak emas. Eshitdimki, tadqiqotlaring unchalik yaxshi natija bermayotgan ekan. Aniq bilaman, u yordam bera oladi. Hech bo'lmasa sheriging bo'lsa yaxshi-ku, to'g'rimi? Unday emas. Qolaversa yoshi ham katta bo'lsa kerak va uning xulqi. Biz bir xil darajadamiz. Mart oyida tug'ilganman. Tug'ilgan kunim sanikidan kechroq. Uni eshitding? Ismim Takigawa Kazune. Tanishganimdan xursandman. Janob Hidaka. Menga yolg'iz ishlash osonroq. Yonimda kimdir bo'lsa diqqatimni jamlay olmayman. Xodimlarga o'rgatish ham sening ishingning bir qismidir. O'rgatish? Maktab o'quvchisi kabimi? U buni talab qildi. Direktor. Balki uni yosh daho olim qiziqtirgandir. Muqarrar hodisa. Radiusni kim taklif qildi? Buni to'xtating. Seni majburlamayman. Ammo agar boshqalarni rad etsang, hayotda muvaffaqiyatga erisha olmaysan. Ota-ona sifatida men o'g'limdan xavotirdaman. Ona. Bu adolatli emas. Bugun ishni o'z vaqtida tugat va uni yangi ish uchun kechki ovqatga olib bor. Bu menga yoqmayapti. Koyomi, ovqatdan keyin dush qabul qil. Ha? Shunaqami? Va soqolingni ham ol. Va yangi kiyim kiy. U yerga aniq bormoqchimisan? Ha, Xo'sh, nimadir yeyishni xohlaysanmi? yo'q, Unda qo'shiq kuylashni xohlaysanmi? yo'q. Tushunarli. Shoshma, nega karaoke? Suhbat uchun yaxshi joy deb o'yladim. Suhbat? Ammo birinchi navbatda rasmiyatchilikni yig'ishtirsak maylimi? Aytmoqchimanki, biz tengmiz. Aslida biz bir sinfda o'qiganmiz. Bir sinf? Buni bilgandim, eslay olmaysan. Xushmuomala bo'lishingga o'laymi? Ana bu Kirish marosimida nutq so'zlaganding, esingdami? Biz maktabda sinfdosh bo'lganmiz. Shunda ham meni eslamading. men maktabda ko'p qolmaganman. Va shunga qaramay doim birinchi o'rinda eding. Men bu o'rinni egallay olmadim. Seni kollejda ko'rishni reja qilgandim.
Lekin keyin sen xayoliy fanlar bo'yicha institutga kirding. O'z sohasida yetakchi shaxs Sato yordamida. Qanchalik zo'r bo'lmasin, o'rta maktab bitiruvchisi olishi mumkin bo'lgan ish emas. Sendan hafsalam pir bo'ldi. Ota-ona aloqalardan foydalanishingga ishonch hosil qildim. Lekin xato qildim. Bir necha yil o'tgach, sen muqarrar hodisa radiusini taklif qilding. O'zingni xayoliy ilm faningni yuqori qatorga qo'yish. Bu rostdan ham g'alati edi. Yo'q. Bu parallel o'tish tajribalarining qo'shimcha mahsuloti edi. Jahlimni chiqaryapsan. Chet elda o'qidim, yuqori tezlikda PhD darajasini oldim va doktor Sato bilan suhbatga kirishdim. Bundan buyon sen bilan ringda kurashamiz. Tayyor bo'l. Ha. Mayli yaxshi. Biroz bo'lsa ham yengil tortdim. Ey, biron narsa kuylasencha. Xo'y, yaxshimisan? Hammasi yaxshi, xavotir olma, men butunlay yaxshiman. Xo'y. Shoshil, shoshil. Tezroq. Shundoq ham bu yerga kelardik. Endi bu yerga. Keyinroq kelaman. Ha. Nima? Sen ham uni ko'ryapsanmi? Chorrahadagi sharpani. Bu haqida eshitganmisan? Bu shunchaki shahar afsonasi, lekin ba'zida uni ko'raman. Nima uni ko'ra olasanmi? Shaxsga o'xshash noaniq sharpa. Shunaqaroq. Faqat ba'zan. Ketdik. Hoy, bir soniya. Senga nima bo'ldi? Hoy. Xayoliy elementlarni bo'linish sindromi. Tushundim. Men Shiyorini qutqarish uchun tadqiqot institutiga qo'shildim. IP himoyalanmoqda. Kel, direktor o'rinbosari tadqiqot qilayotgan IP qulfini ochib ko'ramiz. Bu tasavvurni barqarorlashtirib, parallel shiftni boshqarish uchun mo'ljallangan. Lekin bu moslashtirilgan bo'lsa, tasavvurni saqlab qolishi mumkin. Agar biz uni tanasi bilan assimilyatsiya qilsak, Shiyori jasadi allaqachon o'lgan. Bu bir necha yil davom etdi. Uning miyasi o'lgan edi. rejang bormi? Hali hamon institutda ekanligingga qaraganda, senda qandaydir fikr bo'lishi kerak. Tushunarli. Rostdan ham dahosan. Men jiddiy gapiryapman. Men vaqt almashuvini o'rganyapman. He? Shiyorining oldiga boraman. Uni mashina urib yuborishdan oldingi parallel dunyoga. Men o'sha dunyoda lahzalik vaqt siljishni qilaman. Lekin vaqt o'zgarishi nazariy jihatdan imkonsiz hisoblangan. To'g'ri. Shuning uchun mablag'ni o'zlashtirmoqchiman. Mablag'ni o'zlashtirish? Shuning uchun yolg'iz ishlashni talab qildingmi? Men Shiorini har qanday holatda ham qutqarmoqchiman. Hozir ham u o'sha chorrahida. Doim bir joyda turadi. Hech kimga ko'rinmaydi. O'sha baxtsiz hodisa Shiori imkoniyatlarini yo'qotdi. Shuning uchun bu baxtsiz hodisa bo'lmasligi uchun harakat qilmoqchiman.
Shioriyni ko'ra olganing uchun buni senga aytdim. Hammasini sir saqlaysanmi? Ko'z yumishimni istaysanmi? Iltimos. Bunga yo'l qo'ymayman. Ammo men bu borada qo'shimcha tadqiqotchi bo'lishim kerak. Va kim birinchi bo'lib buni eplashini ko'ramiz. Sen yoki men. Bu meni shartim. Tushundim. Xursandman, Takigawa. Men ham xursandman, Hidaka-kun. Hidaka-kun. Direktor otamni shunday chaqiradi. Meni Kuyomi deb chaqirishing mumkin. Unda sen ham ismimdan foydalan. Hamkorlikdan xursandman, Kuyomi. Uyg'ondingmi? Kuyomi. Nima bo'ldi? Yo'q. Xursandman, Kazune. Ozroq kut. Qasam ichaman, seni albatta qutqaraman. Qasam ichaman. Yetarli ish qilding, Kuyomi. Axir ko'p vaqt o'tdi. Sen hozir voyaga yetgansan. Shiori. Hozir menda hammasi yaxshi. Faqat men uchun. Hayotingni men uchun sarflashingni istamayman. Bu men xohlagan narsa emas. Nima deyapsan? Men va'da berganman. Nima bo'lsa ham senga yordam beraman. Ha, lekin Shuning uchun. Shuning uchun iltimos, bunday gaplarni aytma. Men faqat sen uchun yashashni xohlayman. Shuning uchun menga yetarlicha ish qilding dema. Iltimos, meni yolg'iz qoldirma. miqdorni tekshirib, uslubni tanlang. Tashrifingiz uchun rahmat. Mehnatingiz uchun rahmat. Sizga ham. Kazune Takigawa, 3-laboratoriya boshlig'ining o'rinbosari. 1 daqiqa. Ha, siz bu yerda yangimisiz? Ha. Men bu yerga oktyabr oyida tayinlanganman. Tekshirish tugallandi. Kirishingiz mumkin. Rahmat. Har doim bu yerga kelasan. Shundaymi? Yodingda bo'lsa, biz hozir Ichki ishlar vazirligiga qaraymiz. Ma'muriy idoraga aylangan holda pastga tushish xavfi yo'q. Garchi bu do'kon safarlarini katta muammoga aylantirgan bo'lsa ham. Menimcha 10 yil ichida ko'p narsalar o'zgarib ketdi. 10 yil. Bu vaqt ichida ko'p narsa sodir bo'ldi. Laboratoriyani to'g'irlash, tekshirish va yana to'g'irlash. Nima boshqa? Hech nima yo'qmi? Xayoliy elementlarni bevosita kuzatish. Majburiy emas, amalga oshirildi. Va xayoliy fan keskin rivojlandi. Hatto sen va Shiori bilan bo'lgan sir ham tushuntirildi.
IP'lardagi muvofiqlik mantiqlari bilan bir nechta tasavvurlar xayoliy makonda bir-birini idrok eta oladi. Agar uyg'unlik darajasi juda yuqori bo'lsa, aloqa ham bo'lishi mumkin. Hammasi IPning uyg'unligi va xayoliy makondagi onglar aloqasi tufayli. Sen tufayli budjetimiz ko'paydi. Ajoyib ish. Bilasanmi, biroz ko'proq minnatdor bo'lishing mumkin. Rostdanmi? Rostdanmi? Mayli. Biroq hali ham vaqtni o'zgartirishni tushunmadim. Ehtimol bu mening hayotim ishiga aylanadi. Yetarli. Bu sovuq. Qo'ysang-chi, axir endi direktor lavozimiga nomzodsan. Ol. Bu nima? Avval ko'rmagan ekanman. Buni bilmaysanmi? Uni yaqinda oldim. Yaxshi edi. Hoy, nima qilyapsan? Axir birga qadah ko'tarishimiz kerak. Nima farqi bor? Farq qiladi. Pufaklar cho'kyaptimi? Toza, to'g'rimi? Pivani quyuqligi konfetik pufakchalarni suzuvchaligini oshirib yuboradi va ular stakan bo'ylab pastga oqadi. Buni Guinness kaskadi deb atashadi. Pivaning yopishqoqligi, pufakchalar. Yopishqoqlik. Xayoliy yopishqoqlik tushunchasi. Koyomi? Suzuvchanlik va xayoliy zichlik. IPlarni qayta yozish va barqarorlashtirish. Dunyo dengiz tubida paydo bo'lgan pufakdan boshlangan. To'g'ri. Dunyo illyuziyasi dengizda suzuvchi sol pufakdir va biz uning ichidagi mikro pufaklarimiz. Bu narsani asos deb o'ylaylik. Birinchidan, IP kapsulasining funksiyalarini kengaytiramiz va xayoliy massani siqamiz. Endi IP ulanish ko'rsatkichlarini oshiramiz va xayoliy obyektni himoyalash. Atrofdagi xayoliy makonda IPni qayta yozishimiz mumkin va pastga oqim hosil qilamiz. Endi kichikroq tasavvurni suzuvchaligi xayoliy yopishqoqlikdan pastga tushadi. U xayoliy dengizga singib keta boshlaydi. Bu vaqtinchalik cho'kib, yuqori muvofiqlik tufayli oldingi xayol bilan birlashadi va o'zining suzuvchanligini tiklaydi. Vaqtni o'zgartirish mumkin. Shioriyni qutqarish mumkin. Yaxshi. Yaxshi. Tabriklayman. Yana mendan o'zib ketding. Nima haqida gapiryapsan? Biz buni birgalikda kashf qildik. Sen rostdan ham ajoyibsan. Kazuni. Aytishlaricha, bu hali ham tekshirilmagan nazariya. Hali hammasi tugamadi. Qani Hidaka Koyomi Kampai. Tushundim, hammasini tushundim. Lekin haligacha meni bitta narsa bezovta qilmoqda. Qandaydir xatolik ketdimi? Nazariya haqida emas, shift xayoloti haqida. Ular asal tasavvur bilan birlashganda deyarli hech qanday iz qoldirmasligi kerak, shundaymi? Agar shunday bo'lsa, unda shift va tasavvur Ehtimol o'z xotirasi va shaxsiyatini saqlamaydi. Sen bunga rozimisan? Asosiysi Shiori baxtli dunyoda yashay olsa bo'ldi. Va hozirgi dunyocha Bu dunyoda men va Shiori hech qachon uchrasha olmaymiz.
Koyomi, buni qayerdan olding? Do'konga borganimizda otam menga olib berdi. 8 ga kirganim uchun sovg'a. Yuno. Bam. Bu narsa hali senga erta. Qara, qutida 10 yoshdan kattalar uchun deyilgan. Ammo sinfdagi hamma bolada bu bor. Ulardan yomon narsani o'rganishing shart emas. Bobojon. Koyomi. Nimadir bo'ldimi? Endi bobom bilan hech qachon gaplashmayman. Ona, Nima azizim? men Yunoni serga olib chiqsam bo'ladimi? Ha, mayli. Ammo ertaroq qaytib kel, hali odamlar kelishadi. Yuno! Qayerga bormoqchisan? Yuno! Shoshma, Yuno! Shoshma! Men Xo'sh, buni ocha olasanmi? Buni och. Rahmat. Xo'y, shoshmay tur. Minimologiya? Bu yerda dadam ishlaydi. Ana bu, kechirasiz. To'satdan qo'ng'iroq qilish meni biroz hayratda qoldirdi. Axir otangga ham qo'ng'iroq qilishing mumkin edi-ku. Menda dadamning uyali telefon raqami yo'q. Lekin meniki bor, shundaymi? Doim qo'ng'iroq qilganim uchun siznikini eslayman. Nima haqida gapiryapsan? Ahmoq voy-ey. Uydaman. Koyomi ham keldi. Keldi? O, Koyomi. Onam oshxonadami? Ha. Anchadan beri ko'rishmadik. Xo'sh, ishlaring yaxshimi? Aftidan men o'zga dunyoda emas edim. Va men onam bilan emas, dadam bilan yashashni tanlagan edim. Va bu yerda bobom tirik. To'g'ri. Istalgan vaqtda kel. Endi men Yunoga borib ovqat beraman. Yuno, Koyomi bizni ko'rgani keldi. Bobojon, Koyomi bu senmi? Nima bo'ldi? Bugun siz bilan uxlasam bo'ladimi?
Ha, albatta. Demak, Yuno o'ldimi? Ha. Uni yana tiriltirishning iloji yo'qmi? Afsuski, bu mumkin emas. Nima qilishimizdan qat'iy nazar o'lganlarni qaytara olmaymiz. Bobojon, meni kechiring. Siz bilan urushib qolganimdan keyin kechirim so'ramadim. Urushib qoldik? Oxirgi marta kelganingda sen bilan urushib qolganmidik? Balki senga biror narsa uchun tanbeh bergandirman. Bu sodir bo'lgan bo'lsa ham, bu seni yomon ko'raman degani emas. Xavotir olma. Men sizni yaxshi ko'raman, bobojon. Xayrli tong. Ona, Nima bo'ldi? bobom qayerda? Dafn marosimi yaxshi o'tdi. Hozir esa u zalda dam olmoqda. Nimadir bo'ldimi? Onajon, kecha men Uyalish uchun hech qanday sabab yo'q. Bu qiyin vaqt. Odamlar o'lishadi. Bu mutlaqo normal holat. Xo'sh, endi tayyorlan. Bobongni oxirgi yo'lga munosib kuzatishimiz kerak. men suv olib keldim. Rahmat. Mana bu yerga qo'y. Endi ana o'toqchadagi narsalarni ehtiyotkorlik bilan olib kel. Ehtiyot bo'l, bolam. Xo'p. Oyi, mana buni qarang. Bu narsani saqlanib qolganiga hayronman. Uni nima qilamiz? Menimcha bu xonani butunlay bo'shatish kerak emas. 10 yoshing bilan tabriklayman, Koyomi. Buni odamlarga va hayvonlarga qaratma. Koyomi. Nega meni mensimayapsan? Koyomi. Haligi Takigawa-san Telegramdagi anime rasmiy kanal uchun o'zbek tiliga o'girildi. Ovoz berdi Sado, ya'ni Sardor Boytemirov va Maximus. Va bu filmga homiylik qilgan Odiljonov Javohirga kattakon rahmat aytib qolaman. Komment va film bo'yicha komment keladigan bo'lsak, menga juda ham yoqdi. Sizlarni ham fikringizni kutib qolaman kommentda. Bizning kanalimiz chatida yozishingiz mumkin. O'zimiz anime rasmiy. Boshqa kanallarda emas. Mayli. Nima ham derdim. Biz avval ovozimizni ko'rganinglar uchun kattakon rahmat. 抱えた痛みの数なんて覚えてはないけれどだ
確かに二人の愛を育てた安っぽい日々を送ろうねくだらない話をしようね干からびた朝を重ねては幸せだと笑おうねきっと先のことはわからない今はただしなだれたあなたが枯れることのないように歌うのだ慰め合うのは簡単だ故にここにあるのはくすんだ空模様夢に勝った蜃気楼あなたの気を引こうとして一人によがっていた幼く醜い恋心だ迷い込む闇の行く末に安らかな心が灯った差し伸べた手のひらをどうか離さないように少年雨の這うアジサイを見ては共に揺れるあなたのことの葉が焦ることのないように空を仰ぐのだささやきを交わして何でもない秘密を持った細流のような思い出だ瑠璃色を隔ててぎこちなく笑い合っていた華やかな顔に見とれましたほら安っぽい日々を送ろうねくだらない話をしようね干からびた朝を重ねては幸せだと笑おうねきっと先のことはわからない今はただしなだれたあなたが枯れることのないように歌うのだ荒れるままであるように君を愛すのだ日高ertaga qila olasanmi To'g'ri. Ertaga ro'ppa rosa 1 oylik umr qoladi. Sen uni hech qachon uchratmaydigan dunyo. Buni ta'minlash uchun o'liming ufqda bo'lguncha kutishni tasavvur ham qila olmayman. agar men vaqt siljishdan oldin o'lsam hammasi behuda bo'lar edi bu mukammal vaqt Mukammal. Shundaymi? laboratoriya kuni bo'yi bo'sh bo'ladi biz u yerga borishimiz mumkin Ikkita eski nafaqaxo'rni norasmiy tajribasi tufayli, a? sobiq direktor va direktor o'rinbosarining unvoni hali ham amal qiladi Demak, men qotil bo'laman, a? bu dunyoda biz Shiori bilan hech qachon uchrashmaymiz Nima? Shiorining avariya hodisasi biz uchrashadigan voqea radiusi ichida. Boshqacha aytganda, bu radiusdan tashqari bo'lgan dunyoda avariya bo'lmaydi. Uni tasavvurini qanday qutqarmoqchisan? Bunga hojat yo'q. Ha? Qanaqasiga? Hammasi IP uyg'unligi va xayoliy makondagi idrokka bog'liq. Uyg'unlik past bo'lsa-da, sen va Shiorining IPlari muvofiqlikka ega. Biroq u bilan bo'lgan munosabatim bunga bog'liq emas. Bu xayoliy chalkashlik. Parallel sijish bo'yicha takrorli tajribalarimda qaysi parallel dunyoga o'tsam ham doim Shiorining sharpasini uchratardim. Bir kuni men Shiori bilan ham gaplashdim.
Va bu suhbatimiz davomida Shiori bizning dunyomizga suhbat esladi. Chunki Shiori'ni o'zim bilan olib yurganman. To'g'ri. O'sha gaplarni eslaysanmi? 14 yoshimizda parallel sijish paytida bizning o'nglarimiz birlashib qoldi. Shunday qilib, agar bunday qilsang, Shiori ham o'zgaradi. To'g'ri. Men Shiori'ni o'zim bilan olib ketaman. Shundaymi? Nazariyang to'g'ri ekanligiga ishonaman. Shunga qaramay Shiorini eplasa bo'ladi, ammo senda tana bor. Bu dunyodagi tanang bilan nima sodir bo'ladi? Ehtimol tanam o'zgarmasdan qoladi. Xayoliy elementlarni bo'linish sindromi. Jiddiy gapiryapsanmi? Hatto o'lolmayman ham, to'g'rimi? Bu seni rejang edi, shundaymi? Sabab hech qachon mavjud bo'lmagan. Xo'sh, shunday bo'lsa-chi? Atrofingdagi odamlar haqida umuman o'ylamaysanmi? Direktor yoki o'rinbosar nima qilgan bo'lardi? Shiori'ni qaytarib olsam bo'ldi, boshqa narsaning ahamiyati yo'q. Ikkingiz xotirangizni yo'qotib, hech qachon uchrashmaydigan dunyoda qanday ma'no bo'lishi mumkin? Menga ma'no kerak emas. Shiori baxtsizligi uchun o'zimni kechira olmayman. Men u baxtli bo'la olmaydigan dunyoda yashashni xohlamayman. Sen butunlay aqldan o'zgansan. Balkim shundaydir. Agar bu senga yoqmasa, seni ushlab turmayman. Qolganini o'zim davom ettiraman. Kechirasan. Nima bo'lsa ham seni aralashtirmasligim kerak edi. Choyim sovib qoldi. Menga yangisini ber. Xo'p. Mendan kechirim so'rama. Men buni o'z xohishim bilan qilyapman. Shunchaki buni ko'rishga qiziqyapman. Fakchilar rostdan ham pastga cho'kadimi? Tushunarli. Nima bo'lsa ham, biron kishini bunchalik sevgan odamni hali uchratmaganman. Senga hasad qilyapman. Uzoq kutishingga to'g'ri kelganidan afsusdaman. Nima demoqchisan? Biz bolaligimizda uchrashdik va sen baxtsiz hodisaga duch kelding. O'shandan beri 60 yil o'tdi. Rostdan ham uzoq vaqt o'tdi. Koyomikun, Shiori, bu xayrlashuv. Bugun men va sen hech qachon uchrashmaydigan dunyoga seni olib boraman. U yerda sen yangi va baxtli hayot kechirasan. bir-birimizni ko'rolmaymiz demoqchimisan? Shunday. Hech qachonmi? Umuman hech qachon bir-birimizni ko'ra olmaymiz. Bu judayam ko'p. Iltimos tushun, Shiori. Xayoliy elementlarning bo'linish sindromida bizning voqeamiz. Biz uchrashadigan voqea radiusida. Shuning uchun Tushunmayapman. Umuman tushunmayapman. bu seni qutqarishning yagona yo'li. Yo'q. Hammasi yaxshi. Agar biz shunchaki uchrashmasak, sen bu yerda qolib ketmaysan. Buni xohlamayman. Seni hech qachon ko'rolmayman degan fikrga chiday olmayman. Shiori, men ham sen bilan bo'lishni istardim. Yaxshi. Unda senga va'da beraman. Va'dami? Biz yashayotgan yangi dunyoda shu kunlardan bir oy o'tib, 17-avgustda men seni shu chorrahada kutaman. 17-avgust. To'g'ri. Biz 7 yoshga to'lgan paytimizga qaytamiz. Oradan
16 yil oldingi xuddi shu vaqtda uchrash uchun soat 10larda shu yerga kelaman. Rostdanmi? Ha, va'da beraman. 66 yil? Bu juda uzoq. To'g'ri. Lekin biz allaqachon birgalikda juda ham ko'p vaqt o'tkazdik. Kelini shunday qilamiz. Mening va'damni shuncha vaqtdan keyin ham eslay olasanmi? Ha, unutmayman. Qasam ichaman. Xo'sh, unda ketishimiz kerak. Ha, Yana ko'rishguncha, Shiori. ha. Ko'rishguncha. Koyumi-kun. Men sen bilan tanishganimdan xursandman. Seni sevaman. Va'da shundaymi? Aniqrog'i, unga umid bersam yaxshiroq bo'ladi deb o'yladim. Rostdanam. Aytmoqchi bo'lgan biron narsang bormi? Oxirgi so'zlarimmi? O'ylab ko'raylikchi. Juda go'zalsan. Bu akvamarinmi? Yaxshi shundaymi? Menga mos kelganmi? Judayam mos. Xo'sh, hozir kapsulani yopaman. Rahmat. Ha? Rahmat. Kazune. もしもの話ならもう嫌というほどしたよなどうせよりきっとその方がずっと Alvido, Koyumi. O'z baxtingni topishingga ishonaman. Oxirida ham ozgina joyi bor. 涙のせいだねさよならが苦しいのはいつもみたいにさ笑ってじゃね今日から一人ずつでもどこかでまた会えるようなそんな気がしてるいつの間にか僕らはこんなにそばにいたのにね時間を戻せたら違った運命だったかないくつになっても奇跡なんかを信じていたかったしわしわのよぼよぼになっても必ず迎えに行くからもしもの話ならもう嫌というほどしたよなどうせよりきっとその方がずっと楽だと思っていたかった涙のせいだねさよならが苦しいのはいつもみたいにさ笑ってじゃね今日から一人ずつでもどこかでまた会えるようなそんな気がしてる
とパリに沈んでいくのは光を見つけ出したくてほら僕らどうせもう後戻りはできないんだ掴み損なった未来を迎えに行く涙のせいたるさよならが苦しいのはいつもみたいにさ笑ってじゃね今日から一人ずつでもどこかでまた会えるようなそんな気がしてるまた会えるようなそんな気がしてる世界が全てを忘れても迎えに行くよ初めから全部がつながってるんだ今日からその日まできっとどこかでまた会えるようにそんな気がしてる思い出話はその時にしようDemak, hali ham tirikman. Jadval qaydlari. Bugungi sahifada biz uchun bitta yozuv mavjud. 10:00 17-avgust. Shoudori chorrahasi. Yozuv esingda yo'qmi? Ha. Men buni eslay olmayman. Lekin IP qurilmanda bor ekan. Shundaymi? Qanday g'alati. Nima uchun bormaysan? Bu qiziq emasmi? Agar u yerga borsang biror narsani eslashing mumkin. Rostdan ham va u yaqin. Birozdan keyin qaytaman. Ha, ehtiyot bo'l azizim. To'xtab tur. Shlyapang qolib ketdi. Hozir olib chiqaman. O, yaxshi. Nima? Bu qanday joy? Va'da. To'g'ri. Va'da bor edi. Shiori. Koyomi kun
Kuttirganim uchun uzr. Men uchun keldingmi? Shu yerdaman. Menga turmushga chiq. Anavi kechirasiz, lekin xonim, ismingizni menga ayta olasizmi? Ismim muhim emas. Men alohida odam emasman. Film tugadi.